Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi video darsligimiz Word dasturida suratlar bilan ishlash yoki Word dasturiga surat joylash bo'ladi. Word dasturini ochamiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men o'zimga bitta mavzu oldim. Hop, keling shu yerga surat joylaymiz. Hop, stavka bo'limiga o'tamiz va risunki mana o'ziga alohida panel berilgan. Hop, bu yerda mana suratlarni olib qo'yganman men. Hop, tabiat tur suratini stavit joylaymiz. Mana bu suratni biz hozir o'ngga yoki chapga qayergadir ola olmaymiz. Hop, e'tibor beramiz. Mana yuqoriga e'tibor beringlar. Surat ustiga bosganimizda format bo'limi ochilyapti. Bu yerda biz mana dizayn berishimiz mumkin suratimizga. Mana shu dizaynni oldik. Va mana положениeni olib biz suratni qayergadir joylaymiz. Bundan keyin mana suratimiz xohlagan joyga surishimiz mumkin bo'ladi. Mana yonida nega so'zlar joylanyapti deydigan bo'lsangiz, mana bu bosamiz. Bizga mana hech qanaqa yonida so'z kerak emas. Ya'ni biz markazga joylamoqchimiz. Buni kattalashtirsak bo'ladi yoki bo'lmasa o'ng tomonda bosib, hop, obrazga qilib bizga kerakli joyini o'zini olamiz desak ham bo'ladi. Mana tayyor. Mana obrazga bu yerda ham turibdi. Hop, bu yerda svetlarni ham nastroyka qilsa bo'ladi. Mana yuqori qismga joylaydigan bo'lsak yoki bo'lmasa, hop, bizga aytishingiz mumkin. Hop, suratni chap tomonga yoki bu yerga mana bu yon qismiga, ochiq joyga so'zlarni yozamiz. Bu yerda ham bo'sh turmasin deydigan bo'lsak, ustiga bosamiz, formatda mana tekstni mana bo'ldi. Suratlar bilan boyitganimiz sari biz inshoimiz, ya'ni mustaqil ishimiz, kurs ishlarimiz yana ham tushunarli va yana ham mukammalroq chiqadi. Bu bo'yicha savollar bo'lsa bemalol kommentariyada qoldirishlaring mumkin, takliflar bo'lsa ham bemalol va yana qaysi bo'limlar haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring kommentariyaga o'z fikrlaringni bemalol qoldirishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar, kuzatib turganlarga esa har doimgidek kattakon rahmat.